hurmatli deputatlar, ishtirokchilar ro'yxatini tekshirish va kvorum aniqlash kotibiyatiga so'z beraman. Assalomu alaykum, hurmatli kengash raisi. Bugungi sessiya ishimizga 24 nafar deputatı 20 nafari ishtirok etyapti. 4 nafar deputatimiz ishtirok etisha olmayapti. 2 nafar deputatimiz kasalligi tufayli, 1 nafar deputatimiz o'qishda, 1 nafar deputatimiz safarda bo'lib qolgani uchun ishtirok etisha olmayapti. Kvorum yetarli. Demak, kvorum mavjud. Demak, sessiyani ochiq deb e'lon qilaman. Bugungi sessiya ishiga xalq deputatlari, tuman kengash deputatlari, tuman hokim o'rinbosarlari, korxona tashkilot rahbarlari hamda umumiy axborot vositalari taklif etiladi. Hurmatli deputatlar, sessiya ishtirokchilari taklif etilgani asosan kelib bo'ldilar. Bugungi sessiyani ochish to'g'risida kimdir aniq taklif bor? Ochamiz. Takliflar munosabat bildirishini istab qolamiz. Takliflar rozilar, betaraflar, qarshilar yo'q. Xalq deputatlari tuman kengashining 22-sessiyasini ochiq deb e'lon qilaman. Hurmatli deputatlar, endi sessiya kotibini saylab olishimiz kerak. Bir guruh deputatlar tomonidan deputat Siddiqov Dilshodbek Hasanboyevni sessiya kotibiga saylash taklif etilmoqda. Boshqa takliflar yo'q. Boshqa takliflar bo'lmasa, sessiya kotibiga Siddiqov Dilshod Hasanboyevni saylandi degan deputatlar qo'l ko'tarib ovoz berishini so'rab qolamiz. Qarshilar, betaraflar yo'q. Marhamat, sessiya kotibi o'zi joyingizni berishi mumkin. Endi sessiya kun tartibi ish reglamentini belgilab olishimiz kerak. Bugungi sessiya kun tartibi va ish reglamenti hamma loyihasidagi tarqatilgan. Kun tartibi va ish reglamentida qo'shimcha o'zgartirishlar yo'q. Bo'lmasa ma'qullar, taklif rozilar, qarshilar, betaraflar yo'q. Hurmatli sessiya ishtirokchilari, bugungi sessiya kun tartibi masalalarini ko'rib chiqishga o'tamiz. Hurmatli deputatlar, kun tartibidagi birinchi masala bo'yicha Yangiqo'rg'on tuman ichki ishlar bo'limi birinchi o'rinbosari To'rayev Otabek Shuhratjonovich so'z beradi. Assalomu alaykum, hurmatli deputatlar. Ruxsat bersalaring, Yangiqo'rg'on tumani ichki ishlar bo'limi tomonidan jinoyatchilikka qarshi kurash, jamoat tartibi va fuqarolar xavfsizligini ta'minlash borasida amalga oshirilgan ishlar yuzasidan axborot beramiz. Hurmatli Prezidentimiz rahbarliklarida amalga oshirilayotgan islohotlar birgina maqsad sari yangi xalqni rozi qilish va ularga yaqindan xizmat qilishga yo'naltirilgan. Joriy yilning 2 oyda tuman hududida jamoat xavfsizligini ta'minlashga qaratilgan barcha chora-tadbirlar o'tkazildi. Belgilab berilgan. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2026-yil 27-yanvar kungi 2026-yilda Toshkent shahrida xavfsiz muhitni shakllantirish bo'yicha namunaviy amaliyotni yaratishga qaratilgan chora-tadbirlar to'g'risida o'tkazilgan videoselektor yig'ilishida berilgan topshiriqlar ijrosini ta'minlash, Chilonzor tumani tajribasini tatbiq etish, davlat va jamiyat xavfsizligi to'g'risida to'g'ri tahdid solayotgan uyushgan jinoyatchilik, narko jinoyatchilik, kiber jinoyatchilik hamda yashirin iqtisodiyotni oldini olishga qaratilgan chora-tadbirlar bo'yicha yo'l xarita ishlab chiqildi. Ushbu yo'l xaritani tuman hokimi, tuman prokurori va tuman IIB boshlig'i tomonidan tasdiqlangan. Yo'l xarita 7 ta bob hamda 47 ta banddan iborat. Bundan kelib chiqqan holda o'tgan davr mobaynida huquqni muhofaza qiluvchi idoralar bilan hamkorlikda o'tkazilgan 78 ta siyosiy va ommaviy hamda madaniy tadbirlar davrida jamoat xavfsizligi to'liq ta'minlandi. Mazkur yo'l xarita yuzasidan har bir mahallada jinoyatchilikni jilovlash bo'yicha Chilonzor tajribasi amaliyotini yo'lga qo'yish. Birinchidan, mahallalarda jinoyatchilikka qarshi kurash borasida amalga oshirilayotgan ishlarni tanqidiy muhokama qilib borish. Ikkinchidan, huquqbuzarliklarning barvaqt oldini olish, jamoat xavfsizligini ta'minlash bo'yicha qo'shimcha chora-tadbirlar belgilash. Uchinchidan, sodir etilgan jinoyatlar muhokamasi tadbirlarida mas'ul rahbarlarning majburiy ishtirokini ta'minlash. To'rtinchidan, kamchiliklarga yo'l qo'ygan mutasaddi idora va tashkilot rahbarlarini viloyat darajasida tanqidiy muhokama qilib borish. Jinoyat va huquqbuzarliklar barvaqt oldini olish maqsadida profilaktik hisobga olinishi lozim bo'lgan shaxslar bilan doimiy ishlarni jadallashtirish. Jinoyat yoki huquqbuzarliklar sodir etishga moyil bo'lgan 11 ta turdagi shaxslar bilan samarali yakka hamda
epidemiologik tartibdagi tadbirlarni olib borish, yig'ma jildlarni to'liq yuritilishini ta'minlash. Tuman prokurori va ichki ishlar bo'limi boshliqlarining sohaviy o'rinbosarlari tomonidan har kuni kamida 2 ta mahallaga chiqqan holda profilaktika inspektorlari tomonidan 11 ta toifadagi shaxslar bilan ishlash ahvolini o'rganib borish lozim. Muhtaram Prezidentimizning 2026 yil 5-yanvar kunidagi respublika mahallalarida xavfsiz muhitni yaratish va huquqbuzarliklarning barvaqt oldini olish tizimini samaradorligini yanada oshirish bo'yicha chora-tadbirlar to'g'risidagi PQ1 va PQ2 sonli qarorlari mahallalarda xavfsiz muhitni yaratish bo'yicha mutlaqo yangicha ishlash tizimi joriy etildi. Mazkur qaror yuzasidan tumanning namunaviy yo'l xaritasi